sizlarga yoshligimni ozgina gapirib bermoqchiman. Men yoshligimda 10-11-sinfligimda maktabga uxlamasdan borardim. Kechqurun bilan PUBG o'ynardimda, maktabga uxlamay borardim. Lesh bu uyimga Milliy gvardiya bilan ustozim kelib, olib ketmasdan uxlab yotgan joyimdan maktabga borib, maktabda uxlardim. Kerak bo'lsa bir xil vaqtda ustozim turg'izardi. Tur, ha. Kim o'qitsa? Sen o'qimaysan. Maktabga kelib o'tirmaysan ham, uxlaysan faqat. Nima maqsading deganda turardimda, kibersportmen bo'lmoqchiman, youtuber bo'lmoqchiman deganimda ustozim nima o'dirdi tushunmas chunki, nima o'dirdi kulardi. Unga ustozimga qo'shilib bir ikkita sinfdoshlarim ham kulardi. Mana shu narsa meni miyamda qolib ketardi. Chunki men vaqtda yosh bo'lganman. 11-10 sinf bu bilmadim. Men o'zimdan 1 yil kattalar bilan o'qiganman. 14-15 yosh vaqtlarim bo'lgan adashmasam. Mana shu narsa hayolimda qolib ketgan. Mana haligacha bir xil sinfdoshlarimni ko'rsam, mana shu narsani eslamayman. Dinna qo'yam devar ekiblarim bo'ladi. Nimaga? Chunki yoshligida noto'g'ri narsalar qilgan, noto'g'ri ishlar qilgan. Mana hozir bir ikkitasi o'qiydi, kontraktda o'qiydi. Misol uchun bu bolalarning o'zi kontraktini hech qachon qoplanmaydi. Boradi, aytadi, pul beriladi, kontraktdan vaqti kelib pul oladi. Erta o'qish tugatadi. O'qish tugatgandan keyin kim bo'ladi o'zi bilmaydi. Misol uchun kitobda o'qiyaptimi? Kitobdan kerakli ma'lumotni mana miyaga olishni bilish kerak odam. Qaysi joyi menga to'g'ri keladi? Qaysi joyda nima qilish kerak? Kitobda o'qigandan keyin prosta uni yodlab olish kerak emas kitobda, tushunish kerak kitobga. Bir xillari tushunmaydi ham даже. Prosta bo'ldi, mana shu kitobni yodla